Qizning yigitiga aytgan oxirgi gapi. Keyin menga aniq uylanasiz a. Oradan roppa-rosa 10 kun o'tgandan keyin yigitning qiziga aytgan oxirgi gapi. Agar yaxshi qiz bo'lganingda bu narsaga rozi bo'lmagan bo'larding. Qiziq, bunaqa vaziyatlarda ayb qizlardami yoki yigitlarda? Samolyot eshigini uchuvchiga osongina ochib bergan hurmatli Soliha singlim. Sevganim uchun rozi bo'lgandim. Nomard ekan deb o'zingni aldama. Agar azgina bo'lsa ham ilming yoki iymoning bo'lganda ikki dunyoda ham rozi bo'lmagan bo'larding. Hurmatli dehqon do'stim, suvdan quruqqina chiqib ketdim deya xursand bo'lma. Oradan yillar o'tadi. Sen ekkan bug'doylarni qizlaring birma-bir o'rib kelishadi. Tanangizda gormonlar almashinuvi tezlashib ketayotgan bo'lsa, nikohlaning. Zero nikoh zinodan qutulishning eng tez va eng samarali usulidir. Aql o'rgatmadik, shunchaki eslatma qildik xolos. Qalbingizni isloh qilsin. Salomat bo'ling.